Do'mbrobod City'da 5 ta xona plus oshxona podvollari bilan xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Letni kuxnya, orqa hovli hammasini bitta ko'ramiz. Qani ketdi. Xonalar bilan tanishtiraman sizlarni. Kiraverishdan boshlaymiz. Do'mbrobod City'ning orqasi boya aytib o'tganimdek, kiraverishda mana shunaqa zo'r xol kutib oladi bizani. Shunda o'ng qo'lda bitta mehmonxona, uyimizning birinchi qavatdagi mehmonxonasi. Chiroyli qilib mana lyustralarni ilib qo'yishgan. Xo'p, mehmonxonadan bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu yerda oshxonamiz. Oshxonani ham chiroyli shinam qilib ta'mirdan chiqarib qo'ygan, hamma narsasi cho'tki holatda turibdi. Xo'p. Endi birinchi etajni sanuzelni ko'ramiz. Dushovoy qilib qilingan ekan. Sanuzel. Hamma narsasi tayyor mana ko'rib turganingizdek. Sizlar kaltni olib kelasizlar, bo'ldi, yashaysizlar, boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Bu yerda yana bitta bolalar yotoqxonasi. Abo'ylarni ko'ryapsizlarmi? Nijnilardan ishlatilgan. Orqa hovli havo bemalol aylanadi, yorug'lik bemalol ta'minlanadi. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqishdan oldin bu yerda podvol qismimizda, tushma o'g'lim. Bu yoq podvol qismimizda, podvol ham mana bu yoq taraf emas, bu yoq tomon целый uyetagi podvol. Bu orqa hovli. Orqa hovlida ham kichkina joy qolmagan, yaxshi bemalol. Stolchani qo'yib, kofechani damlab ichib o'tirgan joy bu yoqda bo'lsa, kladovka o'rnida. Ayollarimiz buni yaxshi ko'radi, banka taxlash yaxshi ko'radi. Polkalar qilib, bankalar yopganinglarda kelininglar bilan mazza qilib mana bu bankalarni yopib, to'g'ri qilsanglar bo'ladi. Letni kuxnya ham bor. Uni hozir oxirida ko'rsataman. Letni kuxnyani oxirida ko'rsataman. Xo'p, tepaga qavatga chiqamiz, ikkinchi qavatga. Uyimizda 100% bitirilgan. Shuna kelasizlar, yashaysizlar. Mazza qilib, kiyim-kechang ko'tarib kelsanglar bo'ldi. Uborkadan chiqarib beriladi. Hamma joy mana chiroyli ta'mirdan chiqarilgan. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, bizani bu yerda 4 ta xona kutib oladi. Xo'p, chiqqanda o'ng qo'lda bitta bolalar yotoqxonasi, abo'ylarni ko'rasizlar, sirli lyustralari, hamma narsasi tayyor. Xo'p. Ro'para, chap qo'lda bo'lsa, yana bitta bolalar yotoqxonasi. Bu yerni ham ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasini chiroyli qilib ta'mirdan chiqarib qo'yilgan. Laminatlar, eshiklarning sifatlilari, bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi. Aka-uka bo'lsanglar ham bemalol sig'asizlar, kelib yashaydigan joyi shunda. Xo'p, ikkinchi qavat uchun sanuzel, ya'ni umumiy hammom. Ko'rib turganlaringizdek, chiroyli qilib hamma narsasini, kafillarning sifatlisidan foydalanib remontdan chiqarib qo'ygan ekanlar. Bu yerda bo'lsa, ota-onalar yotoqxonasi, ya'ni bitta katta, bemalol o'zini sanuzellari bilan. Dushovoy qilingan bu yerda ham. Ko'rib turganlaringiz, mana karavotga mo'ljallab rozetkalar tashlab ketilgan. Bu yerda televizorga joy tashalgan. Hammasida radiator qo'yilgan. Radiatordan bu yog'i 1 metr, 1.20, 1.5 gacha to'pli pol qilingan. Issiqlikni, ya'ni sovuq kunlarda issiqlikni ushlab turish maqsadida. Endi pastga tushib, общий ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, hovlini ko'ramiz. Orqa hovlini ko'rdinglar video davomida. Endi men sizlarga oldi hovlini ko'rsataman. Xo'p, trap qo'yadigan bo'lsa, bitta hatchback, bitta sedan sig'adi. Yoki ikkita hatchback sig'adi bemalol hovliga. Uzungina darvozani ko'ryapsizlar, kattagina. Bu yerda o'zi ta'mirlash ishlari bitib bo'lgan, mana shularni shuni uburga qo'yib yuborsa bo'ldi. Buni burchatkada ham chiroyli qilib qo'yilgan. Letni kuxnya ko'rib turganinglar-da. Letni kuxnyaga ham hamma shart-sharoit qo'yishgan. Suv, bemalol mana ovqat qilsanglar bo'ladi, jigarlar bilan. Mana yerda barbekü zona qilib yuborasizlar. Ishqilib mazza qilib yashaydigan joyda, mana tunika bon, hammasi sifatli mahsulotdan ishlatilgan xonadonda. Ko'rib turganinglar-da. Bu yerda mana darvozamiz. Bu yerda yana ikkita sotilayotgan uy bor. U uy bunga nisbatan arzonroq. Xo'p. Bu xonadonimizdan narxiga keladigan bo'lsak, hamma shu ko'rib chiqqan narsadan 100% bitirib beriladi. 140 ming AQSh dollari. Podvol, modvol hamma olti xonasi bilan. Jigarlar bunaqa narx boshqa joydan topsa qiyinroq.
Do'mbrobod Cityda orientirimizda. Shunda Do'mbrobod City qurilyapti. Hamma xabari bor bu narsadan. Shuni orqasida joylashgan bu xonadonimiz. Fasadini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yana ikkita xonadon bor. U xonadonlarimiz ham 100% bitirib beriladi. U xonadonimiz ham 100% bitirib beriladi. Ular 120 ming AQSh dollarida. Unda ham tepada 4 ta xona, pastda bitta zal va bitta oshxona. Faqat proyekt sal kichikroq bunga nisbatan. Bu o'zi kattaroq. Shuni hisobiga 20 ming AQSh dollari bir-biridan raznikda beryapti. Pastda qoldirgan raqamlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz dedi. Kelishtirib, yo'l-yo'ldan gaplashamiz. Joninglar sog' bo'lsin, aralash obzordan uzoqlashmanglar. Hammaga rahmat.